Menimcha yengilligi katta qurilish kompaniyalari ham bunaqa reportaj qilmagan. Kimga shu joyimiz nasib qiladigan bo'lsa, bizning haqqimizga duo qilib qo'yasizlar qo'shib. Oxongaron shaharga kirayotgan ekan. Rohat postdan 15-20 minutlik yo'l. Joyimizda sotuvga chiqqan joyimiz birinchi liniyada. Hop, bu tarafi 50 sotu. Yo'l yuzidan kirib kelgan eshigimizda birinchi joyimiz 50 sotu, to'g'ri burchak. Bemalol buni olib kottejni garadokmi, katta fermami, yo nimadir ishlab chiqaradigan производство qilsa ham bo'ladi. Tushunishinglar uchun. To'g'ri burchak. Qurilishlarga zo'r. Yana transformator bor ekan, akam qildirib qo'ygan ekanlar. Zavod qilasizmi, sex qilasizmi? Bu kerakli narsa bo'ladi. Birinchi liniyadagi orqa tarafda yana 50 sotu bor, u ikkinchi liniyada. Joyimizdagi ikkita tarafdan kirsa bo'ladi. Fasadini tushuntirib o'taman. 70 metr. Mana bu o'rab qo'yilgan joy ham uncha odamda o'zi ruxsati bo'lmasa ekan, samazahvat bo'lar ekan. Akam $10,000 ga shu ruxsatnomalarni qildirganman dedilar. Bunga ham ancha pul tikib qo'ygan ekanlar. Nimaga desangiz, bu yerdan servis, magazin, har xil narsalar qilib qo'yaman deb plan qilgan ekanlar. Aytsan to'g'ri tushuntirib o'tib ketaman. G'allaquduq To'ytepaga chiqib ketadigan yo'l birinchi liniya, Rohat postdan 20 km, Qo'yliqdan 24 km atrofida. Bunaqa lokatsiyada bunaqa narx umuman yo'q. Bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar, tezlashtirib sotib beraman. Akamga pul so'rashni bo'lganligi uchun birinchi liniyadagi 50 sotu joyi $150,000 ga beraveraman deyaptilar. Ikkinchi liniyadagi 50 sotu to'g'ri burchak joyimizni ham $100,000 ga beraveraman deyaptilar. Akam kottejni garadok quraman deb niyat qilgan ekanlar, pul so'rashni kerak bo'lganligi uchun sotyaptilar.